Ay 3 mulohaza uchun rostlik jadvali berilgan. Mana bu rostlik jadvali mana. Ay 3 mulohaza uchun quyidagilardan qaysi biri mos keladi deyilgan. Demak, bu yerda mana to'rtta javob berilgan. A, B, C, D javoblar. Bu yerda mantiqiy ifodalar yozilgan. Shu mulohazalardan qaysi biri jadvalga mos kelishini tekshiramiz. Bu uchun nima qilamiz? Mana bu yerda mana qiymatlar berilgan. Ya'ni rostlik jadvali bo'lgani uchun bunda barcha qiymatlar berilgan. A ni, B ni, C, D, E, F'larni qiymati berilgan. Mana A3 ni topishimiz kerak biz. Buni topishimiz uchun qiymatlarni qo'yib ko'ramiz. Javoblardagi A, B, C, D, E'larni o'rniga. Demak, bunda amallarni birinchi ko'rib chiqamiz. Mana bunda mana qavs bor mana. Birinchi qavs bajariladi. B ga C ni qo'shamiz. Mana B ga C ni qo'shamiz. Qo'shsak bu 0 bo'ladi mana. Chiqqanini A ga ko'paytiramiz. Mana chiqqanini A ga ko'paytiramiz. Mana bu ant ko'paytirish bo'ladi. A ham 0 bo'lsa, bu ham 0 bo'lar ekan. Keyingi amalimiz yana ko'paytirish amali. D ni E ga ko'paytiramiz. Mana D, mana bu E. Ko'paytiramiz. 0 0 ga ko'paytirsak bu ham 0 bo'lar ekan. 0 ni ana endi mana bu 0 ga qo'shamiz. Ikkalasini qo'shsak bu ham 0 bo'ladi. Keyin F. F qoldi. F'imiz ham 0 ga teng. Chiqqan natijani F ga qo'shamiz. Mana qo'shish amali qo'shsak natija 0 bo'ladi. Demak bu mos kelar ekan. Endi ikkinchisini tekshiramiz. Ikkinchi qiymatlarni qo'yib ko'ramiz. A 1 ga teng ekan, qolgan barchasi 0 ekan mana. A 1 ga teng ekan. Demak, ana bu A 1 ga teng. A 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, qarang, B, C 0 edi darrov. Bilamiz. Mana B bilan C 0 ga teng mana. Bu 0 ga teng bo'ladi. Bu 1 ga teng bo'lsa, ikkalasini ko'paytirsak bu ham 0 ga teng bo'ladi. D bilan E ni ham ko'paytirsak 0 ga teng bo'ladi. 0 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsak yana 0 bo'ladi. Chiqqan 0 ga yana 0 ni qo'shadigan bo'lsak, natija 0 bo'ladi. Bu ham to'g'ri keladi. Keyingisi. Keyingi qiymatlarni ko'rib ko'ramiz. Qo'yib ko'ramiz bir yondan. Demak, A 1 ga teng ekan, B 0 ga, C 1 ga. B ga C ni qo'shamiz. B ga C ni qo'shsak 1, A 1 ni 1 ga ko'paytirsak natija 1 mana. D ga E ni ko'paytiramiz. D ga ko'paytiramiz E ni. Demak, D ga E ni ko'paytirsak bu ham 1 bo'ladi. Ikkalasining ham qiymati 1 bo'lgani uchun. Endi 1 ga 1 ni qo'shamiz. Qo'shsak natija 1 bo'ladi. Chiqqan 1 ga mana bu F mana. F ni qo'shamiz. F ham 1 ga teng. Ikkalasini ham qo'shadigan bo'lsak, demak bu ham 1 ga teng bo'ladi. Bu ham to'g'ri kelyapti. Keyingi qiymatlarni ko'rib ko'ramiz. Ko'rib ko'ramiz hozir. Xo'sh, A 1 ga teng, B 1 ga teng, C 0 ga teng. B bilan C qo'shadigan bo'lsak 1 ga teng bo'ladi. Mana B bilan C ni qo'shadigan bo'lsak 1 ga teng bo'ladi. A'miz 1 ga teng. Ko'paytiradigan bo'lsak 1 ga teng bo'ladi. Demak, bu yog'i 0 ekan, bularning barchasi 0 bo'ladi. 1 ga 0 ni qo'shsak javob 1 bo'ladi. Bu ham to'g'ri kelar ekan. Demak, javob A bo'ladi. Bunaqa savollar kelganda har bittasini mana shu shaklda qo'yib ko'rishimiz kerak. Juda tezlik bilan qo'yib ko'rishimiz kerak. Vaqtni inobatga olgan holatda.